ijtimoiy tarmoqda o'sha Instagramda faqat yaxshi kunlarni qo'yadi. Misol er-xotinlar faqat bir-birini go'zal kunlarni qo'yadi, yaxshi kunlarni qo'yadi faqat. Go'yoki erkak ayol o'rtasida hech qanaqa muammo bo'lish kerak emasdek, bo'lishi mumkin emasdek. Bu yoqda ko'rayotgan yoshlar endi oila qilmoqchi bo'lgan yosh ko'radiki, ha, erkak ayol o'rtasida mana shunaqa hayot kechirish kerak ekan. Hech uni o'rtasida konflikt, bir kelishmovchilik degan narsa bo'lmas ekan deb ani tushunib qolyapti. Lekin aslida unaqa emas. O'zini hayotini orqasida ham unaqa emas o'zi. Shunaqa chiqayotganlar bor-ku. Faqat yaxshi kunlarni ko'rsatadiganlar bor. Orqasida haqiqiy hayotda muammoli bo'ladi, uni ham hayot. Har xil muammolar bo'lishi mumkin. Faqat uni olib chiqmaydi xolos. O'shaning uchun u yoshlar tushunmasligi kerakki, erkak ayol o'rtasida, yoshlar emas, yosh kattalar ham shunaqa tushuncha kelib qolgan. Ijtimoiy tarmoqdan ta'sirlanib. Unaqa tushunmaslik kerak. Erkak ayol bormi? Ha, kelishmovchilik bo'ladi. Har xil xatoliklar bo'ladi kimdandir kimga nisbatan. Bu hayot bu. Yo'qchilik bo'ladi hayotda. U erkak ayol bir-biriga sadoqatli bo'lsa chidab beradi o'sha kunlarga. Ya'ni erkak ayolning o'rtasida doim yaxshi kunlar bo'ladi degan bir qoida, bir va'da yo'q hech kim tarafidan. Har xil kunlar yashaydi odam hayotda. Mana shu joyda sinaladiki, yoki ayol yoki erkak sinaladi shu joyda.